Erta sahardan ibodatlarimizni qilib oldik. Ertadan muborak Ramazon oyi boshlanadi. Shuning uchun ushbu kunimizni ushbu oyga tayyorgarlik ko'rish bilan boshladik. Chaqqongina bo'lib, qo'llarimizni o'ynatib mazali bo'lgan mitti chuchvaralarni tugib qo'ydik. Bu ovqat kimning zakazi ekanligini ushbu video oxirida bilib olasiz. Keyin esa sog'liqqa foydali bo'lgan har kungi smutimizni ichib nonushta qildik. Kichkinagina uyimiz bo'lsa ham, lekin uy ishlari aslo tugamaydi. Tezda uborkani qilib olib, kosmetika zakazlarimizni kargoga topshirish uchun tayyorladik. Agar sizga ham koreyska original kosmetikalar kerak bo'lsa, bemalol zakaz berishingiz mumkin. Bugungi kunimizni o'zimiz uchun bag'ishladik. Birinchi bo'lib manikyurga borib, tirnoqlarimizni chiroyli qilib parvarish qilib oldik. Salondagilar nafaqat o'zingiz, balki qo'llaringiz, barmoqlaringizgacha ham bir xil ekan deb hayron qolishdi. Fotima Zuhraning sochlari juda ham tez o'sadi. Shuning uchun iloji boricha har oy sochimizni kestirib turamiz. Egizaklaringizning sochini kesadigan parikmaxerga juda ham qiyin, chunki bizning sochlarimizni sentimetrda o'lchab bir xil kesmasa, jahlimiz chiqib ketadi. Chetdan qaraganda boy hamma narsangiz bir xil ekan deb aytish juda ham oson. Lekin aslida bunday yurish yengil emas. Qayerga bormaylik, bizani quruq qo'l bilan qo'yib yuborishmaydi. Bugun ham sovg'alarni qo'limizga olib, o'zimiz yoqtirgan kafega kirdik. Keyin esa darhol uyga bordik, chunki bugun biznikiga mehmonga ukamiz keldi. Albatta, bugun ham quruq qo'llar bilan kelmadi. Opalarim hamisha shirinliklarga o'xshab shirin bo'lib yuringlar deb ko'pgina shokoladlar olib kelibdi. Ukajonimizning eng yoqtirgan o'zbek milliy taomi bu chuchvara. Birga maza qilib ovqat yeb oldik, keyin dam oldik.